Bir xonali eng katta kvadratli uyimiz sotuvga chiqdi. Yunusobod 10-kvartal. Bir xona улучшенный planirovka 44 kvadratli metr, 4-etaj, 5 etajli bino. 10-kvartal shunda konechkani oldi. Infrastruktura atrofimizda hamma narsa sharoitlar bor. Maktab, bog'cha, targ'ov kompleks, avtoparkovkalar, hech narsadan muammolarimiz yo'q. Uy egalari 47 ming dollarda so'rashyapti, kelishiladigan joylari bor. Uy egalarining telefon raqamini opsiyada har doimgidek qoldiraman. O'zlariga aloqaga chiqasiz. Pulingiz yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali ham xarid qila olasiz. Samolyotda tanishibishlaringizga shunaqa bir xonali uy olmoqchi bo'lgan tanishibishlaringizga jo'natib qo'yamiz, bitta layk ham bosib qo'yamiz. Xo'p, qarang. Bu yoqdan podyezddan kirish, kattagina, keyin bizda prixochka, xomon tualetlarimiz ham alohida. Birinchisi mana hojatxona. Yaxshi holatda kafelari turibdi. To'g'riga kiradigan bo'lsa, bizda zalimiz bo'ladi. Zalimiz 3.15 ga 5.20. Akkuratni laminatli aboylar yaxshi holatda turibdi. Tayyor kirib yashaydigan uyimiz. Keling davom ettiradigan bo'lsa, bizda shu koridor yo'llanishimizda bu yog'imizda bizda hammom, bu yoqdan kafelar yaxshi holatda turibdi. Shu bilan biz oshxonaga kiramiz. Hop, oshxonaga kiramiz. Oshxona balkonimizga ko'chirilgan. Bu yerda ham yana как дополнительный почтxona yoki o'tirib ovqatlangan stolovka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Eng zo'r bu planirovkada balkonimiz bo'ladi. 220 ga 6 metr uzunligida. Akvariumlarimiz mavjud. Lokatsiyasi zo'r, narxi 47 ming, kelishiladi, ipoteka orqali ham xarid qila olasiz. Uy egalarining telefon raqamini ham qolaman, tezda aloqaga chiqaverasiz.